Salam kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga o'qib bermoqchi bo'lgan hikoya 3 o'chga. Paul Golden. Burunqi zamonda tog'ning bag'rida 3 o'chga yashaydi ekan. Ularning ismi cho'ng o'chga, o'tiranchi o'chga va kichik o'chga ekan. Bu o'chkilar yashaydigan tog' bag'rida o'tloqlar bargan siri tarayib, o'chkilar pat-pat osh qoladigan bo'ldi. Daryoning u qantida nihoyatda buluq o'sgan o'tloq bar ekan. Ularning shu joyga berib, shu buluq o'sgan o'tlardan toza maza qilib yegisi keldi. Biroq daryoning u qantiga o'tadigan yerda ko'rikning ostida bir olvasti yashaydi ekan. Kichik o'chga birinchi bo'lib o'tmoqchi bo'ldi. Tik tak, tik tak. U shundoq mang'inicha ko'rikka chiqdi. Kim u mening ko'rikimning ustida taraqlayotgan? deb vaqirabdi olvasti. Bu men, debdi kichik o'chga to'liq tuvan ovozda. Men daryoning u qantiga o'tib, avu buluq o'sgan o'tlardan toza maza qilib yeydigan. Yo'q, bo'lmaydi. Men seni hozirla tutib olaman, debdi olvasti. Janoblari, meni tutmaslar. Men bekmi kichik. Bilamlar, mening keynimda cho'ng o'chki kelyotidi. Uni saqlab tursizlar, debdi. Bu mu bo'ladigan gapkan? Sen hozirla yo'lingga man, debdi olvasti kichik o'chkiga qarab. Bir oz o'tgandan keyin ko'rik ustiga ikkinchi o'chki keldi. Tik tak, tik tak. Kim o mening ko'rikimning ustida taraqlayotgan? deb vaqirabdi olvasti. Bu men, debdi o'tiranchi o'chga. Men daryoning u qantiga o'tib, avu buluq o'sgan o'tlardan toza maza qilib yeydigan, debdi. Yo'q, bo'lmaydi. Men hozirla seni tutib olaman, debdi olvasti. Janoblari, meni tutmasizlar. Men bekmi kichik. Bilamlar, mening keynimdan cho'ng o'chki kelyotidi. Sizlar shuni saqlasizlar, debdi. Bu mu bo'ladigan plankan? Sen hozirla yo'lingga man, debdi olvasti. Bir oz o'tgandan keyin ko'rik ustiga cho'ng o'chki chiqibdi. Taq, 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 taq. Uning taqildigan ovozidan ko'riklarni g'araslab ketibdi. Kim u mening ko'rikimning ustida taqildayotgan? deb vaqirabdi olvasti. Bu men, cho'ng o'chga, debdi cho'ng o'chga. Uning ovozi xuddi olvastininkidekla ullik chiqibdi. Men hozir kelib seni tutib olaman, debdi olvasti dahshatlik vaqirab. Qani kelmamsan? Mening 2 dona o'tkir munguzim, 4 dona qattiq tuvoqlarim bor. Kel. Qanday qila olaysankin? debdi o'chga qilcha o'diqmay. Olvasti ko'rik ustiga yamishib chiqibdi. O'chga uni
o'tkir müngüzleri bilan usib, qattiq tuvoqlari bilan tepib, shavqillab eqiyotgan daryoga tushirib o'tibdi. Andın daryoning u qantidagi buluq o'sgan o'tloqqa beribdi. Va u yerda o'ch-o'chga xotirjam va rahat holda o'sgan o'tlardan toza maza qilib yebdi. Anglashlarga qaraganda ular texicha shu yerda ekan. Xo'sh, qadrli kichik do'stlar, bugungi kuninglar xayrli bo'lsin.